Assalomu alaykum dunyoning barliq joylaridagi musulmon qarindoshlari. Sizlarni dinimizning eng ulug' kunlari Ramazon oyi bilan Uyg'ur yoshlarining Dope Life Torbiti a'zolarining nomidan qizg'in tabriklaymiz. Bizning xalqimiz milliy kiyimlarining go'zalligi va boyligi uchun intayin faxrlanadi. Uning ustiga Uyg'urlar makoniga qarab kiyim orqali o'zining alohidaligi to'liq ifodalashga tirishgan. Qadimiy davrdan ta hozirgacha bizning xalqimiz o'zining milliy kiyimi ustida tadqiqotlarni nurg'un yurgizgan. Lekin mazkur kiyimlarning ichida Uyg'urning milliy durdanisi do'ppini alohida tilga elish muhtoj. Uyg'urning tojisi do'ppa. Mushu bosh kiyimning turlari nihoyatda ko'p. Shularning ichida eng jiq taralgan va ko'pchilikka tonilgan badam do'ppisi. Shundaq bo'lg'achqa Dope Life Torbiti uni bosh timsoli qilishga to'g'ri ko'di. Ammo buningdan tashqari boshqa do'ppilarga bizning hurmatimiz ustun. Qashqar, Chimen, Gilam, Marjan, Atlas do'ppilarni nihoyatda so'yib kiyimiz.